Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli o'quvchilar, sizlar bilan darslarimiz davom etamiz. Bugungi darsimiz ad-darsul ashir, 10 dars. Son mavzusida davom etamiz. Bugun asosan 3 dan 10 gacha bo'lgan sanoq sonlarni ko'rib chiqamiz. Hop. Bir vahidun soni sanalmishdan keyin kelib, u bilan to'liq moslashadi. Demak, terminlar bor. Bilib olishimiz kerak. Vahidun bu son, kitabun bu sanalmish, ya'ni sanalayotgan narsa. Sonni arab tilida adad deymiz. Sanalayotgan narsani esa ma'dud deymiz. Sanalmishni ma'dud deymiz. Aytyaptilar, vahidun bir soni, mana vahidun bir soni sanalmish, ya'ni mana sanalmishimiz sanalmishdan keyin kelib, u bilan to'liq moslashadi. Muzakkar, kitabun so'zi bu ham nima bo'ldi? Muzakkar. Harakati ham nima bo'lyapti? Rof bo'lyapti. Demak, ma'dudimiz, buni ma'dud deymiz, buni nima deymiz? Adad deymiz. Adad ma'duddan keyin keladi va u bilan to'liq moslashadi. Endi 2 isnani soni ham sanalmish, ya'ni ma'duddan keyin keladi va u bilan to'liq moslashadi. Kitabani, ikkita kitob degani. Isnani 2. Kitabani isnani qilib o'qiymiz. Sababi mana bu hamzamiz vositali hamza. Qo'shib yuboramiz, o'rtada tushib qoladi. Kitabani isnani. Bunda ham adadimiz ma'duddan keyin kelyapti. Odatda vahidun va isnani sonlari tushirib qoldiriladi. Mana bu joydagi vahidun va isnani sonlari yozilmaydi odatda. Nimaga? Bu haqida avvalgi darslarimizda gaplashdik. Agar biror predmetning soni bitta yoki ikkitaligini aynan ta'kidlash lozim bo'lgandagina vahidun va isnani sonlari nima qilinadi? Qo'llaniladi. Ya'ni kitabun deganda o'zi biz bitta kitobni tushunamiz, to'g'rimi? Kitabani deganimizda ikkita kitobni tushunamiz. Ya'ni mana bu ani qo'shimchasi bu ikkilik ekanligini oldingi darslarimizda o'tdik sizlar bilan. Endi ta'kidlash ma'nosida yozib qo'ysak ham bo'ladi demoqchiman. Ya'ni kitabun wahidun, kitabani ithnani qilib turib ta'kidlash ma'nosida yozib qo'ysak ham bo'ladi, lekin yozmasak ham o'zi ikkita kitobligini bildirib turuvchi belgilar, alomatlar bor. Xo'p. Endi bu muzakkarga misol beribdilar. Muannasga ham misol bersak, misol uchun sayyaratun wahidatun bo'ladi. Moslashadi. Sayyaratani ithnatani, sayyaratani ithnatani bo'ladi. Misol uchun. Ya'ni muannas bo'lsa, muannas bo'ladi bu ham. Arab tilida 3 dan 10 gacha bo'lgan sanoq son, mana adad deyiladi sanoq sonni. Sanalmishni esa mana ma'dud deyiladi. Demak, adad ma'dud bilan izofa shaklida keladi va son sanalmishning birlikdagi jinsiga teskari shaklda keladi. Demak, mana bu birlik bilan ikkilikdan farqi nima ekan? Bunda birinchi ma'dud kelardi, sanalmish kelardi. 3 dan 10 gacha bo'lsa-chi, birinchi adad kelar ekan, sanoq son kelar ekan. Keyin ma'dud keladi ortidan. Demak, birinchi adad, keyin ma'dud keladi. Ma'dudimiz ko'plikda bo'ladi. Doim ko'plikda bo'ladi. Mana aqlamin, rijalin, kutubin, buyutin bo'lyapti. Ma'dud sanalmish qismi nima ekan? Ko'plikda kelar ekan. Va bu ikkalasi izofa shaklida keladi dedilar mana. Adad ma'dud bilan izofa shaklida keladi. Shuning uchun ham ikkinchi qismimiz, ya'ni mudofun ilayh bo'layotgan qismimiz majrur bo'lib qolyapti. Nimaga majrur bo'lib turibdi desak, sababi nima ekan? Mudofun ilayh bo'lganligi uchun. Xo'p, va aytyaptilar, adad ma'dudning birlikdagi jinsiga teskari jinsda bo'ladi. Bu yoqda aytganmidik, bir xil bo'ladi, moslashadi degandik. Endi bu yoqdachi nima ekan? Adadimiz ma'dudimizga teskari jinsda bo'lar ekan. Ma'dudimizni jinsiga qaraymiz. Muzakkar bo'lsa, demak bunisi nima? Muannas bo'ladi. Ma'dudimiz muannas bo'lsa, adadimiz muzakkar bo'ladi. Tushunarligi? Demak, mana bu adad qismimizni yozmoqchi bo'lganimizda ma'dudimizga qaraymiz. Buni ham birlikdagi holatiga qarayotganmiz. Misol uchun aqlamga emas, qalamga qaraymiz.
Sababi ba'zi so'zlar ko'rinishi muzakkar bo'lsa, ko'rinishi muzakkar lekin o'zi muannas bo'lishi mumkin yoki aksi bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Shuning uchun ham buni ko'pligiga emas, birligiga qarab turib muzakkar muannasligini aniqlab olamiz. Aqlamni demak birligi qalamun muzakkar. Shuning uchun ham teskari jinsda qilib turib xamsatu ishlatildi. Salasatu kutubin. Mana kutubni birligi nima? Kitab muzakkar. Shuning uchun ham bu yog'i nima qilindi? Salasatu qilib muannas teskari jinsda ishlatildi. Yana ham ko'proq tushuncha hosil bo'lishi uchun biroz ma'lumot yozgandik. Hozir mana ko'rib chiqamiz. Qaranglar. Demak, qoida 3 dan 10 gacha bo'lgan sonlar, salasata ila ashara sanalmish, ya'ni ma'dud bilan birga ishlatilganda son, ya'ni adad sanalmish, ya'ni ma'dud bilan nima? Teskari jinsda bo'ladi dedik. Sanalmish, ya'ni ma'dudimiz jam ko'plik holatda bo'ladi doim va majrur, ya'ni izofa sababli majrur holatda bo'ladi. Ya'ni ko'plik majrur holatda keladi deyaptilar. Misollar mana. 3 soniga misol. Salasatu kutubin. Nega salasatu bo'ldi? Sababi kutubinni birligiga qarasak kitob bo'ladi. Shuning uchun ham teskari jinsda bo'lib salasatu bo'ldi. Salasu banatin. Nega salasu bo'ldi? Sababi banatni birligi mufradi nima? Bint, bintun muannas. Shuning uchun ham teskari jinsda qilib salasu qildik. Arba'atu aqlamin. Nega arba'atu bo'ldi? Sababi aqlamni birligi mufradi nima? Qalamun muzakkar. Shuning uchun teskari jinsda bo'lib arba'atu bo'ldi. Arba'u sayyaratin. Nega arba'u bo'ldi? Sababi ma'dudimiz nima? Muannas. Shuning uchun teskari jinsda bo'lyapti. Khamsatu tullabin. 5 ta talaba mana. Nega khamsatu bo'ldi? Sababi tullabni birligi muzakkar. Khamsu darrajatin. Khamsu muzakkar, ya'ni adad muzakkar, ma'dud muannas. Sittatu as'ilatin. Mana buni ko'pligi bir muannas holatda turibdi, tamarbuta. Ikkalasi ham muannas bo'lib qoldi-ku deyishingiz mumkin. Yo'q, buni nima? As'ilatun birligiga qaraymiz. Birligida su'alun muzakkarda birligi. Shuning uchun teskari jins qilib sittatu qildik. Sittu sa'atin, sab'atu awladin, sab'u madarisa. Bu yoqda nega madarisa bo'ldi? Ya'ni kasra bo'lish kerak, jar bo'lish kerak edi. Sababi bu ikki kelishli, ya'ni g'oyr munsarif deymiz, mamnu' min as-sarf yoki bularda kasra o'rnida fatha keladi. Ya'ni farazan bu ham jar holatda turibdi deymiz. Samaniyatu qurrasiyin, thamani buyutin, tis'atu kutubin, tis'u lu'abin, 'asharatu rijalin, 'ashru nisa'in va hokazo. Demak, xulosa nima ekan? 3 dan 10 gacha bo'lgan sonlar sanalmish bilan teskari jinsda bo'lar ekan. Sanalmish doim ko'plikda, jamda kelar ekan va majrur bo'lib kelar ekan. Tushunarlimi? Kitobimizga qaytamiz demak. Misollar. Kharaja salasatu tullabin. 3 ta talaba chiqdi. Bu yerda kharaja fe'l, salasatu fa'il bo'lganligi uchun, ya'ni 3 ta bola chiqdi, fa'il bo'lganligi uchun rof holatda turibdi. Fi arba'ati buyutin. 4 ta uyda. Fi'ni ta'sirida nima bo'ldi? Arba'ati bo'ldi. Ra'aytu khamsata rijalin. 5 ta kishini ko'rdim. Bu yerda 5 ta kishini to'ldiruvchi, ya'ni maf'ulun bihi bo'lganligi uchun ham nasb holatda turibdi. Ya'ni muzof qismi 3 ta harakatni ham qabul qilardi. Muzofun ilayh doim nima? Majrur holatda bo'lardi. Shunga bittadan misol berdilar. Xo'p, kam thamanu hadha? Bikam hadha? Ya'ni buning narxi qancha jumlasidagi suman, dolaron yoki riyalan, ya'ni pul birligi ma'nosini bildiruvchi so'z tushib qolgan deyaptilar. Ya'ni aslida bikam hadha yoki kam thamanu hadha oxiridagi suman, dolaron, riyalandagilar tushib qolgan. Bizda ham bor-ku, misol uchun do'konga kirib turib, bu necha so'm demaymiz, to'g'rimi?
yoki bu necha dollar demaymiz, to'g'rimi? Bu necha pul, bu narxi qancha deymiz. Necha so'm turadi, necha dollar turadi deb so'ramaymiz. Xuddi shunday bularda ham xuddi shunaqa bo'lgan ekan. Aslida mana bekam riyalan hada, kam suman thamanu hada bo'lgan aslida. Lekin talaffuzda nima deydi? Ishlatilganda shu so'z tushib qolishi, shu so'z tushib qolishi bor ekan arablarda ham. Hop, arab tilida telefon, uy raqamlari ingliz tilidagiga o'xshab ketma-ket talaffuz qilinadi. Ya'ni dona-dona qilib, masalan, va bunda yozuvda o'ngdan chapga qarab o'qisak, sonda nima? Chapdan o'ngga qarab o'qiymiz. Va dona-dona qilib ketar ekanmiz mana. Aytyaptilar, mana 0 0 0 0 degani, mana 0 0 0 0 9 9 0 yana 0 2 1 6 4 2 2 0 qilib turib, demak chapdan o'ngga dona-dona alohida qilib o'qib ketamiz. Misol uchun mana 9 0 1 6 0 0 1 2 0 1. Shuningdek, elektron pochta belgisi, mana kuchukcha deymiz-ku, ingliz tilidagi kabi sayt domenidan keyingi nuqta hotmail.com esa dot shaklida talaffuz qilinadi deyaptilar. Hop, endi matnga o'tamiz. Al-hiwar al-mudir wal mudarris, ya'ni mudir va o'qituvchi o'rtasidagi suhbat ekan. Kam taliban jadidan fi faslika ya ustazu. Kam so'zdan keyingi so'z birlikda nasbda kelishi kerak edi. Mana toliban bo'lib birlikda nasbda keldi. Ey ustoz, sinfingizda nechta yangi talaba bor? Al-mudarris o'qituvchi aytibdilar. Fihi asharatu tullabin jududin. Fihi unda, ya'ni nimada? Sinfda, sinfda 10ta yangi talaba bor. Al-mudir aytibdilar. Min ayna hum, ular qayerdan? Akulluhum min madinatin wahidatin. Ularni hammalari bitta shahardanmi? O'qituvchi aytibdilar. La hum min mudunin mukhtalifatin. Yo'q, ular turli shaharlardan. Minhum thalathatu tullabin min Buxoro. Ulardan thalathatu tullabin 3ta talaba nima? Buxorodan. Mana shu joyda mana thalathatu kalimasi nima bo'ldi? Muannasda keldi. Sababi tullabni birligi talib. Mana bu joyda madinatin wahidatin deganda madinatin muannas bo'lganligi uchun wahidatin muannas bo'lib moslashyapti. Birlik va ikkilik sonlari moslashardi. 3 dan 10 gacha bo'lgan teskari jinsda bo'lardi. Va arba'atu tullabin min Samarqanda, va 4ta talaba esa Samarqanddan. Bu yerda ham teskari jinsda bo'lyapti. Va taliban ithnani min Andijana, va 2ta talaba esa Andijondan. Bu yerda moslashdilar ikkilik bo'lganligi uchun. Taliban ithnani muzakkar. Va talibun wahidun min Qo'qond, va bitta talaba esa Qo'qondan. Bunda ham moslashyapti birlik bo'lganligi uchun. Al-mudir o'qituvchi aytdi. Afi faslika, mudir aytdi. Afi faslika tullabun min Toshqanda. Sinfingda Toshkentdan talabalar bormi? Al-mudarris. Na'am, fihi 7 tullabin min Toshqanda. Ha, unda 7 talabalar Toshkentdan. Al-mudir. Ahum jududun, ular yangimi? Al-mudarris. La hum qudama. Yo'q, ular nima? Eski. Al-mudir. Kam taliban fihi min muhafazati Toshqanda. Unda Toshkent viloyatidan nechta talaba bor? Al-mudarris o'qituvchi aytdi. Fihi 5 tullabin min Chirchiq. Unda 5ta talaba Chirchiqdan va 8 tullabin min G'azalkentda va 8ta talaba G'azalkentdan va 6 tullabin va 6 talaba min Andijana min Anjirin, Angrendan va 9 tullabin min Al-Maliq va 9ta talaba Olmaliqdan. Demak, bu matnda ham, jumlada ham sanoq qoidasi kelyapti. Va yana e'tibor berishimiz kerak bo'lgani joylar nomi: Chirchiqo, G'azalkenta, Anjirin, Al-Maliq eslab qolamiz. Inshaalloh yozganda tushib qolishi mumkin.
hop al mudir aytyaptiki shukran ya shayx, rahmat ey shayx deyapti. Tamarin mashqlar. Ayna hadha hiwar fil fasli sinfda. Misol uchun bu suhbat qayerda bo'ldi? Fil fasli sinfda. Hal hadha al-hiwar bayna mudarrisayni? Bu suhbat ikkita mudarris o'rtasida bo'ldimi? La baynal mudarris wal mudir. Baynal mudir wal mudarris desak bo'ladi. Kam taliban jadidan fil fasli? Sinfda nechta yangi talaba bor deyaptilar? 5 tamidi? Ma'lumotlarni eslab qolmaymiz. Xo'p. طلاب جدد. demak mana asharatu 10 ta ekan a. كم طالبا جديدا في الفصل فيه 10 طلاب qilamiz. طلاب جدد qilamiz. خب هل في الفصل طالبات؟ لا. ya'ni sinfda talaba qizlar bormidi? Menimcha yo'q edi. Ahayyuka xorija Toshqonda. Endi o'zi sizga savol beryaptilar. Ya'ni sizning mahallangiz Toshkent nimasidami? Tashqarisidami? Toshkent shahridan tashqaridami? Javob berasiz. Kam toliban fi faslika taqriban? Sinfingizda taxminan nechta talaba bor? Fihi deb turib sonni yozib qo'yasiz misol uchun. Hop. Iqro va lahiz vaktub deyaptilar. O'qing, mulohaza qiling va yozing. Mana misollar qaranglar. Talibun wahidun. Mana bitta talaba. Talibani ithnani, ikkita talaba. Bu yoqda nima bo'lyapti? Moslashyapti mana. Talibun wahidun, talibani ithnani. Endi bu yog'i teskari jinsda ketyapti ana. Salasatu tullabin, 3 ta talaba. Va yana e'tibor beradiganimiz nima? Bunda birinchi ma'dud keldi, keyin adad keldi. Bunda ham xuddi shunday. Endi bu yoqda nima? Birinchi adad, keyin ma'dud kelyapti. Hop, salasatu tullabin, 3 ta talaba, arba'atu tullabin, 4 ta talaba, khamsatu tullab, 5 ta, sittatu tullab, 6 ta, sab'atu tullab, 7 ta, thamaniyatu tullab, 8 ta, tis'atu tullab, 9 ta, asharatu tullab, 10 ta talaba. Qoidamiz o'sha. Ya'ni 3 dan 10 gacha bo'lgan sonlar, ya'ni adad ma'dud bilan teskari jinsda keladi. Izofa shaklida keladi. Shuning uchun bu mudof ilayhi qismi, ya'ni ma'dud qismi jar holatda va ko'plikda keladi. Ko'plikda keladi. Hop, iqro va kutub, o'qing va yozing deyaptilar. Indi khamsatu kutubin va thalathatu aqlamin. Menda 5 ta kitob va 3 ta qalam bor. Xolidun lahu sittatu abna'in. Xolid uni 6 ta o'g'li bor. Kam axan laki ya Aminatu li arba'atu ikhwatin. Sizni seni nechta akang bor ey Amina? Meni 4 ta akam bor. Fil usbu'i 7 ayyamin, haftada 7 kun bor. Kam riyalan indaka al'an ya Ammaru? Ey Ammar, hozir senda necha riyol bor? Indi al'an 8 riyalatin. Menda hozir 8 riyol bor. Indi riyalani va 5 qurushin. Menda 2 riyal va 5 qatanga bor. Lis-sayyarati 4 abwabin. Mashinani 4 ta eshigi bor. Kam thamanu hadha al-kitabi? Bu kitobning narxi qancha? Thamanuhu 7 riyalatin va nisf. Uning narxi 7,5 riyal. 7 riyalatin va nisf, 7,5 riyal. Fil hafilati 10 rukabin. Avtobusda 10 ta yo'lovchi bor. Rukabin yo'lovchi. Ya'ni ko'pligida kelyapti-da. Indi 4 qumsonin. Menda nima? 4 ta ko'ylak bor. أجب عن الأسئلة الآتية مستعملا العدد المذكورة بين القوسين. ya'ni qavs ichida, qavs orasidagi zikr qilingan adadlarni ishlatib, quyidagi savollarga javob bering deyaptilar. Mana bu joyda nima raqam berilgan, biz shuni ishlatib javob berishimiz kerak. Namunaga qaraymiz mana. Kam kitaban indaka? Senda nechta kitob bor?
عندي 3 كتب. menda 3 kitob bor. Mana bu joyda yozib qo'yilgan. Shuni olib yozamiz. Kam axon laka ya Hamidu? Ey Hamid, sening nechta akang bor? Demak, 5 bor qavs ichida. 5 ta. Menda 5 ta akam bor deb javob berishimiz kerak. Xo'p, li, jonli, aqlli narsaga li bilan javob berdik. Li. Xo'p, 5 ta nima deb yozamiz? Ma'dudimizga qaraymiz. Meni 5 ta akam bor deyishimiz kerak. Ya'ni aka bu muzakkar. Shuning uchun adadni nima qilamiz endi? Muannas qilamiz. Li khamsatu ikhwatin bo'ladi. Kam amman laki ya Layla? Ey Laylo, seni nechta amaking bor? Yo'da 4 ta ekan qavs ichida. Demak, li arba'atu a'mamin bo'ladi. Li arba'atu a'mamin. Kam su'alan fi darsi? Darsda nechta savol bor? 6 ta ekan. Hop, sual demak muzakkar, shuning uchun sanoq sonni adadini muannas qilamiz. Fi darsi sittatu as'ilatin qilamiz. Fi darsi sittatu as'ilatin. Hop, keyingisi kam suman fi jaybika? Hop, cho'ntagingda necha so'm bor? Hop, fi jaybi qilamiz. Cho'ntagimda necha ekan? 8. Samani sumin qilamiz. Fi jaybi samani sumin. Uktubil a'dada, keyingi mashq. Uktub 5-chi mashq. Uktubil a'dada min 3 ila 10 waj'al al-kalimat al-atiyata ma'dudan laha. Xo'p, demak 3 dan 10 gacha bo'lgan sonlarni yozing va quyidagi so'zlarni sanalmish shaklida ishlating debdilar. Misol uchun, bu yoqda mana faslun, sullamun, musafirun, shari'un, riyalun, qirshun, hammamun, hasubun degan so'zlar berilgan. Shu so'zlardan foydalanib va 3 dan 10 gacha bo'lgan sanoq sonlardan foydalanib gap tuzishimiz kerak ekan. Yoki gap emasda, misol uchun oddiy so'z jumla tuzgan bo'lar ekan. Misol uchun faslunga arba'atu fusulin qilamiz. E'tibor qilasizlar, mana bu berilgan so'zlarni ko'pligini yozishimiz kerak hududda. Arba'atu fusulin, misol uchun 4 ta sinfxona. Khamsatu salalim, 5 ta nima? Narvon kabi. Demak, shu so'zlardan foydalanib yozib chiqar ekansizlar. Keyingi 6-chi mashqimiz tarjimil jumla ila al-uzbekiyati. Jumlalarni o'zbek tiliga tarjima qiling. Birinchi jumlamiz g'odara asharatu tullabunil fasla. Ikkinchi jumlamiz as-sanadiqul arba'atu fil manzilil jadidi. Ijaru shaqqati $100 fi ash-shahri. Keyingi jumlamiz fi hadzal faslil kabiri 10 atfalin. Bu o'zingizlar tarjima qilasizlar. Bu katta sinfda 10 ta bola bor. 5-inchisi madrasatuna laha babani va fiha 5 mamarratin. Demak, mana shu 5 ta jumlani o'zbek tiliga tarjima qilamiz. Keyingi hivorimiz, suhbatimiz az-zawj va az-zawja. Ya'ni er xotin o'rtasidagi suhbat ekan. Az-zawja assalomu alaykum va az-zawjatu va alaykum assalam. Az-zawj ana jaw'anun jiddan. Men juda ochman. Az-zawja al-ghada'u 'ala al-ma'idati. Tushlik nima dasturxonda. Az-zawj ma hadha? Aruzun bukhariyyun wa salatatun wa shurbatu hadrawat. Bu nima? Osh, salat, sho'rva. هذا كثير جدا. ما بوجود كوب. أيالت الزوجة انتظر لا تأكل ترين يميترين ده. لماذا لماذا أنا جوعان وعطشان أيضا. تكيمان أجمان وأنا ما كان قجان منحم. الزوجة أيالت تكي لدينا ضيوف بزدمه مع الأربار. هل أحضرت من المشروبات الغازية والعصائر؟ يعني gazli ichimlik va sok olib keldingizmi dedi. Az-zawj ladayna duyuf. Man
bizda mehmonlar kim ular dedi. Az-zavja aytdiki, hami va hamati va silfi. جاءوا لزيارتنا. يعني qaynotam va qaynonam va qaynım ular jau keldilar li ziyoratina, nima bizni ziyorat qilish uchun keldilar deyaptilar. Az-zavj er aytyaptiki, marhaban bid-duyuf aynahum. Mehmonlar xush kelishibdi. Ular qayerda? Az-zavj aytdiki, fi ghurfatil julus, demak mehmonxonada. Xo'p, ajib anil as'ilatil atiyati, quyidagi savollarga javob bering deyaptilar. Mata hadal hiwar, bu suhbat qachon bo'ldi? Ha? Fil g'adai, nima? Obedda bo'ldi, tushlik paytida. Ayna zavjan, er va xotin qayerda? Fil bayt. Hali duyufu min a'ilati zawjati, mehmonlar er, ya'ni ayol oilasidanmi? La hum min a'ilati zawj. Ayu wajbatin hadhihi, nima? Hozirgi qaysi mahal, qaysi ovqat mahal? Al-g'ada. Mada sayakulu duyuf, mehmonlar nima edi? Arzun Buxoriy dedi va hadravot mashrubatun, hadravot dedi, nima dedi yana? Salata, arzun Buxoriy, salatatun va shurbatu hadravot. ماذا تشرب عادة مع وجبة الغداء؟ Demak, endi bu sizga tegishli savol. Ya'ni odatda obed mahalda nima ichasiz? Maza tashrabu. Hop, bu yerga diktanta yoziladi. Al-kalimatul jadidatu, yangi lug'atlar, yangi so'zlar. Thamanun athmanun, narx. Nisfun, yarim. Sualun as'ilatun, savol. Javobun, javob. Ya'ni aksi, mana bu belgi aks belgisini bildiradi. Maidatun, maidatun, ovqatlanish stoli. Hafilatun, hafilatun, avtobus. Qirshun, qurushun, misr pul birligi, tanga. Muhafazatu O'zbekistona, O'zbekiston viloyatlari. Taqriban, taxminan degani. Hasubun, havasibu, kompyuter yoki kompyuter deb ham ishlatiladi. G'odara yug'odiru, jo'nab ketmoq. Manzilun, manazilu, turar joy. Mamarrun, mamarratun, yo'lak. Shurbatu xadravatin, sabzavotli sho'rva. Buni aytdik. Aruzun Buxoriyun, osh. Intazara yantaziru, kutmoq. Hamatun, hamawatun, qaynona. Hamun, ahmaun, qaynota. Silfun, aslafun, qaynaka. Jav'anu, och qolgan. Shab'anu yoki shab'anu, to'ygan, to'q. Jav'an ko'pligi jiyaun bo'ladi. Silfatun, qaynota. Atshanu, chanqagan. Rayyanu, chanqamagan, ya'ni aksida, atshanni atsi. Atshan ko'pligi aytoshun. Ladayna, bizda bor. Ahdara yuhdiru, olib kelmoq. Asirun, asairu, sharbat. Mashrubun g'oziyun, gazli ichimlik. Rokibun, rukkabun, demak yo'lovchi. Bulardan 10-darsimiz ham bu yerda. Alloh taolo olayotgan ilmlarimizga baraka bersin. Darslarimizni Havas ta'lim kanali orqali kuzatib borishinglar mumkin.